Chorvachilik aholini sifatli go'sht va sut mahsulotlari bilan ta'minlashda muhim tarmoq sanaladi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan mazkur yo'nalishda ham keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, chorva mollari bosh sonini ko'paytirish, sifatli go'sht yetishtirish hajmini oshirish, naslchilik sohasini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jarqo'rg'on tumanida o'tkazilgan amaliy seminarda bu boradagi ishlar Surxondaryo viloyati misolida tahlil qilindi. Erishilgan yutuqlar bilan birga oldindagi rejalar belgilab olindi. Mavzuni muxbirimiz Chaman Aramova davom ettiradi. Surxondaryo viloyati qishloq xo'jaligida ilg'or hududlardan biri. Ayniqsa viloyatda chorvachilik qadimdan rivojlanib kelgan va aholida bu borada o'ziga xos tajriba ham yetarli. Endilikda chorvachilik ham zamon talablariga mos tarzda rivoj topib bormoqda. Ma'lumotlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, vohada oxirgi 5 yil ichida chorvachilik subyektlari soni 1171 tadan 1319 taga yetkazildi. Viloyatdagi 14 ta bo'rdoqchilik xo'jaliklarida 3,2 ming bosh qoramollar parvarishlanib, ular tomonidan yiliga tirik vaznda 1,8 ming tonna go'sht yetishtirilmoqda. Qoramollar soni 2024-yilda 1,90 million boshni, qo'y va echkilar soni 2,648 ming boshni va parrandalar 5,4 million boshni tashkil etdi. 2024-yilning o'zida 220 ming tonna go'sht, 974,3 million tonna sut va 590,3 milliard dona tuxum ishlab chiqarilgan. Soha samaradorligiga erishishda naslchilik ishlarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Shu bois viloyatda naslchilik xo'jaliklari sonini oshirish, ular faoliyatini kengaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Seminar ishtirokchilari bu borada salmoqli natijalarga erishayotgan Jarqo'rg'on tumanidagi Jayxun chorva naslchilik klaster mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyati bilan yaqindan tanishishdi. Bu yerga dastlab 190 bosh naslli qoramollar Avstriya davlatidan olib kelingan edi. Har 100 bosh naslli sigirlardan 85-86 bosh buzoq olinishi natijasida ularning soni ortib bormoqda. Bugungi kunda korxonada 360-380 bosh naslli qoramollar parvarishlanmoqda. Maqsad nima? Aholi iste'mol bozorini sifatli go'sht mahsulotlari bilan ta'minlab berish. Qishloq xo'jaligi mas'ullari, fermerlar, chorvadorlar va veterinariya mutaxassislari ishtirokida o'tgan seminarda naslchilik xo'jaliklari davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgani ta'kidlanib, bu borada qabul qilingan prezident farmon va qarorlarining mazmun mohiyati tushuntirildi. Jayxun chorvachilik klasterida juda zamonaviy molxona, hozirgi zamon talabiga bo'lgan molxonasi, mana shu mollarda oziqlantirish jarayonlari, sog'ish nimalari, uskunalari hammasi juda chiroyli va tartib bilan qilingan. Zamon talablariga moslangan, veterinariya sanitariya talablari yaxshi, to'liq bajarilgan. Endilikda mana shu seminarda ko'rganlarimizni Denov tumanida ham chorvachilik yo'nalishida targ'ib qilishga o'z hissamizni qo'shamiz. Naslchilik ishlarini to'g'ri tashkil etish chorva mol bosh sonlari va mahsulotlar ishlab chiqarish hajmlari oshishining garovi sanaladi. Tahlillarga ko'ra, mahalliy qoramollarda sut mahsuldorligi laktatsiya davrida 2800-3000 litrni tashkil qilgan bo'lsa, naslchilik xo'jaliklarida bu ko'rsatkich deyarli 2 barobar ortiq 5500-6000 litr sut sog'ib olinmoqda. Seminar doirasida o'tkazilgan yig'ilishda yuqori samara beruvchi naslchilik seleksiya ishlari haqida ma'lumotlar berildi. Chet davlatlardan go'sht yo'nalishidagi tez yetiluvchan qoramollar zotlari, ularni yanada ko'paytirish choralari belgilab olindi. Bu borada samarali mehnati bilan o'rnak bo'lgan va tanlovlarda g'oliblikka erishgan mutaxassislar tegishli tashkilotlarning qimmatbaho sovg'alari bilan ham taqdirlanishdi. Uchrashuvimiz juda qizg'in, savol-javoblar asosida bo'lib o'tyapti. Kelgusida albatta mana shu qilayotgan ishlarimiz, suhbatlarimiz kelajakda o'z mevasini beradi deb o'ylaymiz. Viloyat chorvadorlari hozirgi kunda bu borada juda jonbozlik bilan, fidoyilik bilan faoliyat yuritishyapti. Kelajakda bundan ham yaxshi natijalarga erishishga, chorva mollari podasining nasli yaxshilanib, aholimizni go'sht, sut, oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashda bundan ham yaxshiroq, a'loroq sharoit yaratiladi degan ishonchimiz, umidimiz bor. Fermada, aholi xonadonlarida o'sha urug' qo'yish masalasi, xonadonlardagi chorvalarga urug' qo'yib, naslli buqa, zotdor mollarni urug'lantirib, zot olib kelmoqdamiz. Bugun mana shunday kamtarona mehnatlarim bugun meni rag'batlantirdi. Juda ham xursandman o'shaning uchun.
Seminarda shuningdek chorva mollarini sun'iy urug'lantirishning afzalliklari tushuntirildi. Jahon bo'ylab keng qo'llanilayotgan ushbu tajribani O'zbekistonda ham rivojlantirish maqsad qilingan. Bu tajriba nafaqat fermer xo'jaliklarida, balki aholi xonadonlarida ham keng targ'ib etilyapti. Masalan, tumandagi Obihayot mahallasini oladigan bo'lsak, xonadonlarda jami 2300 boshdan ziyod qoramol parvarishlanadi. Mayda shoxli mollar 4800 boshni tashkil etadi. Seminar doirasida veterinariya xodimlari aholi vakillari bilan tana va sigirlarni sun'iy urug'lantirishning afzalliklari haqida ham fikr almashdilar. Sun'iy urug'lantirish afzallik tomonlari sut, go'sht yo'nalishi bo'yicha yetuk zotlarga erishish. Bundan keyin aholi va xalqimizga, bozorlariga sifatli go'sht sutlarni yetishtirish uchun ko'proq foydali tomonlarini aholi chuqur anglab bormoqda. Viloyatda 2019-yilda barcha toifa xo'jaliklarida 120,1 ming bosh sigir va tanalar sun'iy urug'lantirilgan bo'lsa, 2024-yilda ushbu ko'rsatkich 243,6 ming boshga yetkazilgan. Umuman olganda, vohada chorvachilikka qaratilayotgan e'tibor samara bermoqda. Bu esa ichki iste'mol bozorini go'sht, sut, tuxum mahsulotlari bilan barqaror ta'minlash imkonini oshiradi.